ishonch teleradio kompaniyasida sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol teleko'rsatuvi orqali ko'rishib, bugun diydorlashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Muhtarama xonimlar, bahoringiz, bayramingiz muborak bo'lsin. Shunaqa iboralar borki, ba'zan u ham bizga hazilona aytilgan so'zdir. Ayollar sirni juda ham yaxshi saqlashadi, lekin sal e'lon qilib qo'yishadi-da deyshadi. Sababi, chunki har bir ayolning eng yaqin dugonasi bo'ladi va har bir dugonasining yana dugonasi bo'ladi va shunday qilib sirligicha qolmaydi. Bu yoqda ayollarni yomonlab qo'yamiz. Yo'q.